Gentralarga keladigan bo'lsak, o'tgan videomizda Gentra olamiz deb mana shu xalqimizga murojaat qildik. Gentralar chiqdi, chiqmadi emas. Lekin narx navosi baland o'rtoqlar. Shuning uchun ola olmadik. Shuning uchun bozordan $400-500 arzonroqqa bersanglar, biz ham arzonroq olib, arzonroq sotamiz. Ko'p mashinalar chiqdi, даже bozordan qimmat-da mashinalar. Haqiqatan dehqon deydi ko'pchilik. O'sha dehqonlar bozordan ham qimmat. Bozordan qimmat ola olmadik. Bilsanglar, menda 5 ta, 6 tagacha Gentralar bo'lgan bozorda. Mana hozir shu kecha kunduzda bozorda Gentra umuman yo'q. Ola olmadim, qimmat. Bitta faqat Cobalt bor. 2025, mana 11 kilometr yurgan, shuni olib chiqdim. Qora deskani. Qora shu midline'da shuni sotuvga qo'yib qo'yamiz, boshqa mashinamiz yo'q. Shuning uchun hurmatli YouTube kuzatuvchilar, aziz kanalimiz obunachilar, sotiladigan mashinalar bo'lsa, Gentra, Cobalt, Nexus, Spark farqi yo'q. Jam bo'lsa bo'ldi, sotib olamiz. Faqat shu bozorda ozgina arzonroq qilib bersanglar, ozgina biz ustiga 1 so'm pul qo'yib, gapni o'z tirikchiligimizni qilib sotamiz. Ularning pulini naqd qo'liga chiqib sanab beramiz. Mashina egalariga plus tarafi ularga naqd sanab beramiz. Mashina sotilsa beraman, unaqa gap yo'q. Borib mashinani ko'ramiz, savdosini qilamiz, pulni naqd sanab berib, mashinani olaman-da, bozorga olib chiqib tirikchilik qilaman. U bozordan baland narxga olib, uni qimmat sotsangiz ko'rasiz. Qancha arzon bo'lsa, shuncha sotilishi ham oson. Shunaqa. Minutcha ham olib tursam bo'lib ketadi. Bo'lmasa mana shu Cobalt'ni obzor qilamiz. Bu probekmi yo besprobek? Bu 11 kilometr yurgan. 11 kilometr. 11 kilometr. Salondan bozor deganmiz. Qora diskali shu midline. Endi 11 kilometrda bilasiz, holat dahshat turadi. Bor yangi ekan. Yangi 11 kilometr yurgan. Bor yo'q. 12.900 so'rabdi. 12.900. 12.900. Pachka, mana zamon probegini ham 11 kilometr. Mana bagaj holatlarini ham ko'rsatamiz. Endi bu 0 probegda. Yangi mashina. Aka kami bormi bunda? Endi buni tepasida gaplashiladi-da. Endi mana bunaqa o'rtoqlar, mana manda bilsanglar 12 ta ulayotgan Nasiya savdo, naqd bank ketaveradi. Mana shu mashinani ham agar Nasiya savdo qilib olaman desalar, boshiga kamida 2,5 pul kerak bo'ladi. 12 ta viloyat Qoraqalpog'iston Respublikasiga ham qilib beraveraman. 2,5 ming bilan Nasiya savdo qilib. Nasiya savdo chiqib ketadi. Bankka ham qilib beramiz. Bankka ham shu kelsa 2,5 pul ketadi. 5 yilga chiqib ketaveradi. Shuning uchun hurmatli YouTube kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari, yana sizlarga murojaat qilaman. Sotiladigan mashinanglar bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Ertalab soat 8 dan kechqurun 24:00 gacha bemalol, bexijolat telefon qilaveringlar. Aka, uzoqroq viloyatdan sotadigan bo'lib qolishsa, o'zingiz borib olib kelaverasiz. Agar olib kelib berish imkoniyati bo'lmasa, o'rtoqlar o'zim borib, mashinani ko'rib, tekshirib, xohlasalar generalniy qilib olaman, xohlasalar oldi sotdi. Oldi sotdiga endi gai notariusga ozgina o't beradilar. Chunki oldi sotdiga 400-450 pul ketadi. Generalniy bo'ladigan bo'lsa, sal balandroq olinadi. Shuning uchun sotiladigan mashinalar bo'lsa, o'rtoqlar bemalol murojaat qilaveringlar. Faqat sal bozorda mana hamma YouTube kuzatadi, Instagramlar kuzatadi. Shu bozorga sotiladigan narxdan sal narx-navosini arzonroq qilib bersanglar, sotib olaman. Plus tarafi. O mashinaning egalariga naqd pul sanab beraman. Shunisi anchagina qulay bo'ladi. Mana bozorga kelib o'tirmaylar. Mana bozorda ham bitta olsanglar, bozorda ham unchalik savdo yo'q. Odam yo'q. Misol mana mashina qo'yganingizman, mana Rustam aka, men pulga sotib olaman deb pul sanaydigan odam yo'q bozorda. Endi bizlarniki kasbimiz shu, tirikchiligimiz shu. 1 kunmi, 2 kunmi, 5 kunmi, 10 kunda sotiladi. Ishimiz shu demoqchiman. Rustam aka, keyin narx navolada o'zgarish bormi? Hali o'sha narx navola ozgina orqaga qaytgan. arzonlashgan. Narx arzonlashgan o'rtoqlar. Chunki bozorda mana yakshanba bo'lsa ham odam kam, mashina ham kam, oluvchi ham kam. Shuning uchun narxi ozgina pasaygan o'rtoqlar. Shuning uchun sizlar ham mana mashina sotishda oldin, narx aytishda oldin bir YouTube'larni ko'ringlar. Bozorga kelib ko'ringlar narx navoni. Ana undan keyin sotiladigan mashinani mana Rustam aka falon summaga beraman.
Xohlasangiz natar, ana generalniy, xohlasangiz oldi sotdi deb kelishtirib bersanglar olaman. Shu. Bo'lmasa, nomeringiz bo'ladi. ha. Bo'lmasa bugungi videomizni yakunlaymiz. Endi videomiz ozgina kam bo'ldi, chunki bor yo'q bitta mashina bo'lgani uchun Xudo xolasa keyingi haftaga video obzorlarimiz yaxshi chiqadi. Mashinalar olsak, Xudo xolasa. Hurmatli vatandoshlar, ertalab soat 8 dan kechma 24:00 gacha bemalol telefon qilavering. Mashina olsanglar, sotsanglar ham bemalol telefon qilavering, savolinglarga qo'ldan kelguncha javob beraman. Qanisher, Rustam sizga ham aka, rahmat. endi videomiz qisqaroq bo'ldi. Agar video chiqarmaganimizda ko'pchilik so'rashardi, nimaga video chiqmadi? O'zi kecha shanba kuni ham telefon qilib ko'p vatandoshlar so'rashdi. Rustam aka, nimaga video qo'ymayapsiz deb. Men aytdim, to'g'risida bozorda mashinam yo'q dedim. Shuning uchun video qila olganim yo'q. Xudo xolasa yakshanba kuni mashinam bo'lib qolsa video qo'yaman dedim. Endi bitta bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham video qo'ydik. Endi Xudo xolasa keyingi haftaga bo'lib qoladi. Shunaqa, bu ham kichkina bo'lsa ham obunachilarga, obunachilarga ma'lumot bo'ldi. qiziqib kanalimizni ko'rib, postoyanno podpiska qiladigan o'zimizga yarasha obunachilarimiz bor. Shunaqa. O'rtoqlar, layk bosinglar, podpiskalar bo'linglar. Keyin fikrlaringni bildiringlar. Sizlar fikringizga qarab yana boshlanadi obzor. Video yoqqan bo'lsa layk bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Rustam aka, Rahmat. Hammanglarga rahmat kelganinglar uchun. Omadinglar.